Rossiyadan SNG davlatlarga mol olib ketish haqida to'liq ma'lumot bugun Instagramda oxirigacha ko'rib, fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. 105 mingdan tashqari NDS borda. Agar gruppaga yozgan bo'lsam, Telegram gruppamga misol, borish narxi deb, faqat NDS qolgan bo'ladi. Qolgan hammasi ichida bo'ladi. Bu Rossiyadagi karantin davridagi boqish, plus karantin dokumentlari, mashina narxlari, hammasi shuni ichida bo'ladi. 22 pulni sanab berganimizdan keyin mollar olingandan keyin 21 kun karantinda turib keyin yo'lga chiqadimi? Albatta. Birinchi mol olasiz. Molingizni kilogrammini, hammasini karantin plashatkadagilar bilishi shart va zarur. Keyin karantin plashatkaga olib borib qo'yasiz. O'zi qilinadigan zagoranitsa ukollari bor, prerivkalar bor, hammasini qilinib, hammasi tamom bo'lgandan keyin Rossiyalxoznadzor ruxsat bersa, bo'ldi, bu molni olib ketishga rozi, tayyor desa, olib chiqib ketasiz. 21 kundan 25 kungacha bo'ladi ajdaniya vaqti. Lekin stoprdan ruxsat beradi. Aka ruxsat beradi. Yo'q, ruxsat beradi. Prosta O'zbekistonda qanaqadir oqsil kasalligi tarqalgan. Bu yerga endi aytishyapti, yashur deb aytayapti nomini. Shu hozirgi kunda nima uchun to'xtab qoldi O'zbekistonga mol kiritish? Oldin kuniga, masalan, Xorazmdan men o'zim Xorazmga kuniga 20 ta mashina kirardi. 20 ta mashina. Hozir kuniga bitta mashina ham kirmayapti. 3 kundan biri, 4 kundan biri kiryapti mashina. Kirsa unda ham qiyin bo'lib qoldi dokument sababi shu oqsil kasalligi tarqalgani uchun O'zbekiston zapros jo'natgan Rossiyaga shunga prerivka qilib, ya'ni ukol qilib chiqardi deb. Hozir shu qiyin bo'lyapti. Shuni to'g'rilash qiyin bo'lyapti. Qana oldingidek bo'lsa, har kun dokument bo'lsa. Lekin hozir unaqa emas. Hozir shunday ozgina muammo bo'lib qoldi. Ozgina. Unja unaqa ko'p emas, ozgina. Baribir inshaalloh Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Endi mana shu vaqt o'tib qoladi. Men o'zim furam borda, o'zim furamda olib ketsam ham bo'laverami? Shopri qancha yo'l keladi? Endi aslida aka, mol qatnash uchun skatovuz shart va zarur. Lekin unaqa strogi emas, lekin skatovuz qilsangiz yaxshi. Skatovuz narxlari O'zbekistonda 250 rubldan 270 rublgacha hozir kilometri. Normal summa bo'ladi, qarochi. 8 mingdan 10 minggacha bo'ladi dollarda hisoblasangiz agar. Borish narxi. Endi unaqa strogi emas, bir nima deydigan bo'lsa, bilasiz-ku, Qozog'iston bir nima deyishi mumkin. Rossiyadan chiqishda bir nima deyishi mumkin. Endi qonun taraflama mumkin emas. Skatovuz molmi, hayvonmi, tamom, skatovuzda ketish shart u qonun taraflama. Endi u yo'g'ini o'zingiz hal qilasiz, mayda-chuyda ishlarni. Juda ham kerakli ma'lumotlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.